Alloh taolo aytadi: "Ey bandam, uzoq yillar, ko'p yillar davomida haloyiqning ko'zi tushadigan joyingni tozalading. Qayeringni? Jasadingni tozalading. Mening nazarim tushadigan joyini tozaladingmi?" Alloh taolo sizlarning suratlaringizga, jasadlaringizga qaramaydi, dedilar Rasululloh. Sizlarning qalblaringizga va amallaringizga qaraydi. U kun qiyomat kuni. Shunday kunki, insonning na moli dunyosi, na bola chaqasi foyda bermaydigan kun. Bu narsalar foyda bermaydi u kunda. U kunda nima foyda beradi? Agar ana shu kungi inson pokiza qalb bilan kelgan bo'lsa, qalbini pokiza qilib borgan bo'lsa, shu qalb unga foyda beradi.